Siz meni kuzatib turgan aziz vatandoshim, katta narsalarni niyat qilib erishadigan yurtdoshim. Xullas, mana shu 2 xonali kvartira sizniki bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Xullas, bu 2 xonamizni kelib ko'rgan libboy odam, uyi bormi, uyi yo'qmi, uy olishni niyat qilib yurgan odam, libboy odam mana shu kvartiramizni olishni xohlaydi do'stlar. Chunki 2 xonali kvartiramizni katta kvadratlisidan, ya'ni 3 xona ham qilib foydalansanglar bo'ladi. Lekin 2 xonali kvartiramiz. Xullas, uyimizga mana shu kafellarni ham qo'shib beramiz. O'z boshida remont qilib sotmoqchi edik. Rejalar o'zgarib qoldi. Remont qilishga vaqtimiz yo'q. Shu sababdan srochniy sotyapmiz. Kafellar ham yaxshisidan 120 ga 60 kafel. Bozorda so'rasanglar narxi ham qalon pul. Lekin sizlarga mana pachka turibdi daj bu yoq taraflarda. O'zingizlar guvoh bo'lishinglar mumkin. Uyimizda 85% holatda elektrika, santexnika ishlari qilingan, faqatgina kosmetik ishlari qolgan. Birinchi bo'lib uyimizni zalini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Zalimiz keng, yorug', yaxshi. Bemalol o'zingizlarning vkusinglardek remont qilib olasizlar mana. Sanuzellarimiz alohida joylashgan, xohlasanglar bitta qilib olsanglar bo'ladi. Bitta kattasini o'sha samishoniy sanuzel, vana tualet qilib, bittasini kladovka qilib olsanglar ham bo'ladi. U sizlarning o'zingizlarga ideyalarga qarab. Uyimizning oshxonasi, realniy men bu ko'z bilan kelib ko'rsanglar ham gektar bo'y yotibdi. Tasavvur qilinglar, 2 xonali kvartiramiz 66 kvadrat, pasti 3 xonali kvadraturasi 4 kvadrat kam. Endi esa balkonimizga chiqamiz. Uji mikrofonni ovozidan ham mana shu shamol kelayotganini eshitgan bo'lsanglar kerak. Bahor keldi do'stlar. Kunlar juda ham chiroyli o'tyapti. Hamma yoq yashillikka burkangan. Xullas, O'rizor bozorini ko'ramiz. Bu yoq tarafga yursak, Chilonzor, pastda mana parkovka bor. O'rizorni kiraverishidagi domladan hisoblanadi. O'zi kiraverishidagi domla sal qimmatroq ham yuribdi hozir. Endi uyning narxi birdaniga ko'tarildi. O'rizorda biz mana shunaqa uylarni boshida arzonroqdan sotganmiz akalar. Yarinib sotardik odamlarga. Olmas edi. Zo'rg'a olgan odamlar maza qilyapti hozir. 2 xonalini misol uchun hozirgi paytda tayyor remontlisini mana shu O'rizor bozorida 65 mingdan kamiga sotishmayapti. Endi tasavvur qilinglar, bunaqa qisqa fursatda uydan ko'chmas mulkdan shuncha foyda, bu juda yaxshi. Hamma uchun ham albatta. Uyimizni detskiy spalnisi ko'rishinglar mumkin. Bemalol zal o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Xullas, uyimizni naqdga oladigan bo'lsanglar, narxi $59,900, $100 notarius xarajatlari bilan shu 60 mingga tushadi. Keyin remont qilasizlar, bir $4,000 tiqasizlar, 64 minglarga 66 kvadratli tayyor remontli kvartiramizni bosib olsanglar bo'ladi. $60,000, ya'ni $59,900 tan narxi uyimizni. Endi remontlaringiz bilan qo'shib hisoblab beryapman-da endi. Unda ham $4,000 ishlatadigan bor, ishlatmaydigan bor. Remontiga qarab, yaxshi remont qilsanglar $4,000 ketadi. Xo'p, uyimizni endi birlamchi ipotekaga bosh to'lovini to'lab, bemalol oylik to'lov to'lab yuraman degan klientlarimiz uchun bosh to'lovi $19,900, oylik to'lovi $7,100,000 so'mdan, birlamchi 17% ipoteka.